endi intervyu qilayotganda qanaqa savollar beriladi? Mana nima savollardan boshlaysizlar? Birinchi o'rinda muammo haqida savol bo'ladi. Masalan, hozir senda aytaylik qaysidir muammo bor. Uni qanday hal qilyapsan? Masalan, aytaylik taksini olsak. Taksi yo'nalishi. Men ertalab masalan ishga borishim kerak, ishdan qaytishim kerak. Borib kelish uchun menga transport kerak. Chunki transportim yo'q, bu muammo u uchun. U muammoni qanday hal qilyapsan deganingizda javob beradi. Siz masalan aytaylik, My Taxiga o'xshagan ilova qilmoqchiman-da, menda taksi ilova. Borib agar shunaqa ilova bo'lsa, chaqirsang, kelsa, otda My Taxi bo'lsa, foydalanarmiding deb so'rash to'g'rimi yo'q? Yo'q, bu noto'g'ri. Nimaga? Chunki savollar spetsifik bo'lishi kerak. Spetsifik degani nima degani? U degani birinchi o'rinda hozirgi nima deyiladi, время, hozirgi vaqt haqida berish kerak. Masalan, kelajak haqida bersangiz, odam yo aldaydi yoki bo'lmasam kelajakda nima bo'lishidan biz bilmaymiz. Qanaqadir o'zimizga birinchi xayolimizga kelgan narsani aytishimiz mumkin. Da qilaman deyishingiz mumkin. Keyin kelajakda foydalanishi mumkin deyish mumkin. Lekin hozirgi vaqtda shu narsaga qancha pul ketkazyapti, qanday hal qilyapti, shu narsani so'rasangiz, u kelib chiqadi keyin. Hozir siz aytayotdingiz mana taksi to'g'risida. Qanaqa savollar berasiz? So'raysiz, ertalab siz qanaqa borasiz ishga, nima qilasiz ishga bormoqchi bo'lganingizda? Odatda men konkret savollar bermayman. Ochiq savollar beraman. Masalan, hozir nima qilyapsan shu muammoni hal qilish uchun? Yoki bo'lmasam, qaysidir produktni aytsa, shu produktga nimasi yoqmayapti senga? To есть ochiq savollar beraman. Masalan, yoqyaptimi, yoqmayaptimi? Bunaqa savol bermayman. Bu yopiq savol. Bu yopiq savol. Ha, yo'q deb javob bersa. Ha, yo'q deb javob beradigan savollar hammasi yopiq hisoblanadi va u yerda 90-95% odamlar aldaydi bu savollarda. Har xil faktorlar bor. Shuning uchun ochiq savollar beraman va ochiq savollarda har xil insightlar kelib chiqadi. Shuning uchun harakat qilaman ochiq savollar berishga. Qanaqa savollar berasiz mana taksi bo'yicha? Birinchi o'rinda shu muammo haqida, agar o'sha muammoni hal qilayotgan bo'lsa, qanday qilib hal qilyapti va nima yoqmayapti? Masalan, hozir u qaysidir ilovadan foydalanayotgan bo'lishi mumkin. O'sha ilovada nimadir yoqmayapti. Lekin nima yoqmayapti, nimaga yoqmayapti va qanday qilib o'zgartirardi o'sha muammoni, qanday qilib hal qilardi? Shu narsani so'rayman. Endi hamma narsani ham mijozlar qanaqa o'zgartirish mumkinligini bilmasligi mumkin. Masalan, Steve Jobs iPhone ni berishdan oldin so'raganda nima yoqmayapti masalan deb so'raganda shunaqangi bir telefon sensor bo'lgan deganda odamlar tasavvur qila olmagan qanaqa bo'lishini iPhone masalan. Ya'ni keyingi o'sha qiyin bosishi mumkin bo'lgan sensorlarni tasavvur qilgan. Qanaqa qilib siz nimani o'zgartirardingiz desangiz, to'g'ri javobni kutasiz ulardan. Aynan nima o'zgartirardim emas, masalan shu muammo yoqmayotgan bo'lsa, qanchalik o'sha muammo emotsional ravishda unga masalan aytaylik shkala deymiz. O'sha shkalada 1 dan 10 gacha shkalada qanchalik unga balit deydi masalan, og'riyapti shu muammo. Agar masalan 5, 4, 6 desa ham, u degani u muammo unchalik og'rimayapti degani. Nimaga? Chunki shu produktlar masalan 7 dan keyingi muammolarni hal qilishga kirishadi. Nimaga? Chunki bu rostdan og'riyotgan muammo bo'ladi va u muammoni hal qilish uchun pul to'la oladi o'sha odam. Hal qilish uchun harakat qiladi va qanaqadir решение bersangiz, shu решениeni qabul qiladi. Endi qarang, masalan taksi ilovasidan hozir foydalanuvchilar juda ko'p. Masalan, ko'pchiligi oldin taksidan foydalanmagan odamlar-da. Ular shuni qulayligini ko'rib foydalanishga o'tdi. Ulardan oldin intervyu qilib so'raganingizda qanchalik og'riyapti deganingizda ular xayoliga kelarmidi shu qiyinligi? Ular masalan transportdan foydalanayotgan odamlar hozir taksidan foydalanyapti masalan. Ular taksi kategoriyasi haqida o'ylarmidi masalan avtobusda yurgan odamlar oldin? Agar aynan taksi haqida gapirsak, avtobus emas, masalan, bamyolarda foydalanayotgan odamlar bo'lishi mumkin-da. Biz segmentga bo'lamiz. Hamma butun auditoriya bo'lsa, shu segmentga bo'lamiz. O'sha ABCD X segmentatsiya bor. O'sha A, B segmentdagilarni so'raymiz.
oпрос qilamiz ko'proq. O'shanda Bu segmentlar qanaqa bo'linadi? Kimlar A ga tushadi, kimlar B ga tushadi, kimlar C ga, D ga, X ga? tak, A segmentga kim kiradi? A segmentga birinchi o'rinda o'sha muammosi hozir juda ham yonyapti. Mana 10 shkala bo'lsa, 1 dan 10 gacha bo'lsa 10 shkalada turibdi va o'sha muammoni hal qilish uchun pul to'la oladigan va qancha bo'lsa ham to'la oladigan odamlar va har kuni o'sha muammoni hal qilayotgan odamlar A segmentga kiradi. B segmentga muammo kerak, muammoni hal qilish kerak, lekin o'sha muammo ularda yonyapti, lekin mana 1 dan 10 gacha bo'lsa, lekin ularda где-то 8-9 daraja bo'lishi mumkin, juda emas va o'sha hozirgi berayotgan produktingiz ular uchun yoqyapti-yu, lekin qaysidir e'tirozlari bor. Masalan, 1-2 ta e'tirozlari bor. Shu klientlar kiradi u yerga. C segmentga muammosi bor, lekin u qadar katta muammo emas u uchun va produktdan foydalanadi, lekin juda ham ko'p e'tirozlari bor. Klientlar kiradi. D segmentga juda ko'p e'tirozlari bor, lekin produktingizdan juda kam yoki bo'lmasa umuman foydalanmaydigan klientlar bo'ladi. Bilasizmi? Mana buni o'zgartir, buni o'zgartir, har xil ideyalar beradi, lekin sizni produktingizga unchalik ehtiyoji yo'q. Shu klientga kiradi D ga. X klientlarni nima deymiz? X klientlar bu puli ko'p, muammoni hal qilish uchun, lekin u sizni produktingizdan foydalanish uchun produktingiz juda ham qaysidir boshqa funksional bo'lishi kerak. Zo'r funksional bo'lishi kerak. O'sha funksional bo'lsa, men seni produktingga ko'p pul ishlataman va har kun ishlataman deydigan klientlar kiradi. Va biz agar tanlayotgan bo'lsak, A, B segmentlar bilan ko'proq gaplashamiz. Nimaga? Chunki ular birinchi o'rinda ko'p foydalanadi bizani servis yoki produktdan. Ikkinchi o'rinda e'tirozlarini qoniqtirishga bizning resurslarimiz yetadi. Demak, hammani ham eshitirish kerak emas. Klassifikatsiya qilish kerak. Klassifikatsiya qilish kerak albatta. Endi mana shu o'rinda hozir bizani tajribamizdan aytib o'taman. Biz MyTaxini qilayotganda 2015-yili shunaqa bo'lardi. Biz mahsulot chiqarganmiz, produktni va produktni chiqarganimizda shu haydovchilar bizga yozardi. Va mana funksiya qo'shinglar, bunaqa bo'lsin. Ular tajribasi eski boshqa call centerli taksi kompaniyalardagi funksiyalarni so'raydi. Keyin biz taksi parkka borsak, taksi parklar yangi funksiyalar so'raydi. Mijozlarga aytsak, mijozlar men ertalabki chaqirmoqchiman, masalan, bunaqa funksiya bo'lsin. Bunaqa biz hammani eshittirardik, hamma muhim deb o'ylardik, hammani eshitardik, yetardik. Mana shuni qilish kerak, shuni qilish kerak. Masalan, Ozod bilan qilardi, Ozod texnik direktor edi. Buni qo'sh, qara mijozlar so'rayapti, mijozlarni hamma aytganini qilish kerak deb o'ylardik. Keyin tushunganmiz, bu ko'p narsa qilganmiz. Qarasak, u foydalanilmayapti. U bizga vaqtimizni ko'p olyapti. Juda ko'p energiyamizni olyapti, ishlatiladimi, yo'qmi? Keyin tushunganmiz, ko'p narsani qirib tashlash kerak. Kerak emas. So'rayotgan bo'lsa ham, mayli bo'lmasligi kerak. Mayli hozir o'sha mijoz bizga kerak emas. Keyin olamiz, u mijozga keyin qaytamiz. Chunki hamma mijoz ham hozirda bizning mijozimiz bo'la olmaydi. Birdaniga biz va hamma uchun produkt qila olmaymiz. Biz bilishimiz kerak kim uchun qilayotganimizni va ularga o'sha kimga yoqsa, o'shalarga ko'proq fokus qilishimiz kerak. Mana shu ko'p tadbirkorlar o'ylaydiki, mendan produktimdan yoki servisimdan foydalanmayotgan, sotib olmayotgan odamlarga sotishim kerak endi. Chunki sotayotganlar shundoq ham bor deydi. Nega anular kirmayapti masalan? Aytadiki, masalan, kafe bo'lsa, restoran bo'lsa, menga mana shu kompaniya, atrofdagi kompaniyada ishlovchilar kiryapti. Lekin oldimda universitet bor, talabalar kirmayapti. Endi men talabalarga kirishishni o'ylashim kerak deb o'ylaydi. Ular kirmayapti deydi. Bu katta xato. Nimaga xato? Chunki endi talabalarga fokus qilsa, mana bu kelayotgan odamlarni masalan yo'qotib qo'yishi mumkin. Unda narxni o'zgartirish kerak, sifatni o'zgartirish kerak, boshqa mahsulot berish kerak va bu auditoriya ketib qolishi mumkin. Shuning uchun bu juda tushunish kerak bo'lgan narsa, kimga siz produkt beryapsiz, hozir kimga beryapsiz. Kelajakda balki bir ko'p auditoriyalarga berarsiz, lekin hozir siz kimga yoqmoqchisiz va bu yoqayotgan auditoriyangiz hozir kimlar ko'proq ishlatayotgan bo'lsa, shularga yana ko'proq yoqishni o'ylash kerak. Yangi borib, yangi auditoriyaga yoqishga nisbatan. Endi Samira, qanaqa xatolar qilishadi masalan, shu qanaqa xatolar savol, qanaqa xatolar qilishadi intervyu qilayotganda?
shu aytib o'tganimdek kelajak haqida savol berishadi ko'pchilik. Ko'proq o'zi gapiradi, eshitmaydi shu mijozini. Savol berganda ham gipotetik savollar beradi ko'pchilik. Yana bitta xato Masalan, bor. ochib beraylik, gipotetik nima? Chunki siz ani terminni tushunasiz. Masalan, bizani ko'rayotganlar gipotetik nimaligini tushunmasligi mumkin. Masalan, siz o'zingiz produktingizga qaysidir funksiyani qo'shmoqchisiz. Mijozdan so'rayapsiz. Nima deb o'ylaysan? Agar mana shunaqa funksiya bo'lganda ishlatarmiding? Yoki bo'lmasam gipotetiskiy savollar berishdi. Kelajakda shunaqa bo'lsa, hali yo'q narsa bo'lsa foydalanarmiding deb so'rash, to'g'rimi? Va yana masalan, ertaga taksini olsak, masalan, ertaga bola ko'rsak, masalan, o'sha bolangni o'sha bog'chasiga olib borarmiding? Hali bolasi yo'q, hali bilmaydi. Hali bolasi yo'q, bilmaydi. Shu narsalarni so'rash. Spesifik deganda nima deymiz? Spesifik bu o'tmish va hozirgi paytdagi savol. Masalan, hozir agar mana bolang bo'lsa, nima qilyapsan? Shu bog'chaga qanaqa olib boryapsan? Qanaqa shu muammoni hal qilyapsan? Yoki bo'lmasam, kecha ishlatgan bo'lsang shu produktni, nimasi yoqmadi? Gapirib ber, yoqmagan jihatlarini. Shunaqa spesifik savollar berish deyiladi. Bu yozib olinadimi keyin hammasi? Albatta, not qilinadi, lekin oxirgi paytlarda men o'zimda sezyapman, shu narsani not qilganingizda disfokus bo'ladi. Masalan, siz gaplashyapsiz mijoz bilan, not qilayotganingizda fokus yo'qoladi-da. Chalg'iysiz. Shu narsa chalg'iysiz, mijoz ham chalg'iydi shu paytda. Xuddi apros o'tkazayotganda, u aprosga javob berayotgandek o'zini his qiladi-da. Tabiiy gaplashmaydi. Tabiiy bo'lmaydi muloqot. Umuman tabiiy chiqmaydi. Shuning uchun men hozir yo zapis qilaman intervyularni. Zoomda bo'lsa, Zoomda zapis qilaman, yoki bo'lmasam diktofonga zapis qilaman, yoki bo'lmasam agar oldimda bu kim bo'lsa, hamkasbim bo'lsa, hamkasbim not qiladi. Men qilmayman bu narsani. То есть har xil variantlar bor. Ikkita odamli ham qilsa bo'ladi-da. Bo'ladi.